hamma yoqda shov bo'lgan Xpeng GX to'liq obzorni xudo xolasa qo'ldan kelgancha qilamiz. O'rtoqlar, bu eng full pozitsiyasi, gibrid 4 ta g'ildirak tortadigan eng fulli. Xo'p, bunga do'p opsiya qo'shilgan, g'ildiraga do'p opsiya qo'shilgan. Rangi qora rangi tekin rang hisoblanadi. Eng chiroylisini tekin qilib qo'yishgan. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, oldi tarafi eng fullida denta taban bo'ladi, ya'ni parogi bo'ladi o'zi. Mana eng full pozitsiyasi mana shunaqa bo'ladi. Qamplarda qada displeylari hammasi bo'ladi. Mana tepasi alikantara bo'ladi. Buni saloni 3 xil saloni bor. Fioletoviy bor, qora noniga fioletoviy o'tyapti. Bu jigarrang bor va oq rangi saloni bor. Mana mashtlariga men 5 ketdim. Zvezdniy nemaga o'xshatib qo'ygan, yonadigan qilib. Ko'rasizlar? Juda chiroyli. Buni ichida emas ekan akasi, mana mamutdan chiqargan. Orqa tarafini ko'rsataman. Kelinglar 05 qolaman. Bismillahirrohmanirrohim. Buni fishkasi mana mamutda o'rtoqlar, ko'rsataman sizlarga. Qaranglar. Hop, qaradi. Qorayadi. Tonirovkasi o'zi bilan birga bo'ladi. Tonirovkasiga shilli tushmaydi. Monitor kattagina. Bu yerda xolodilnigi bor. Mana xolodilnigi ochiladi. Bu yerda stoliki bor. Bu tarafida stoliki yo'q. Faqat mana menga pulli nimasi bor, o'zini planshetlarni yopishtirib qo'ysa bo'ladigan funksiya emas, shu nimasi bor. 3 qatorli, 3-chi qatori ham juda ham katta hisoblanmaydi. Mana nima ekan? Mana buni qaranglar, hech kim ko'rsatmagan narsalarga. Mayman. Bo'ldi mana, hozir bu ham sotib oldim mana. Juda ko'p buyurtma ko'p bo'lyapti. Buyurtma cho'zilish ehtimoli juda ham katta. Juda katta srok beryapti zavod. 6 oy, 7 oy deb tashyapti. Mani xitoylarim aytayapti. 3 oy deyapti. Endi biz ham tezroq pulimizni yechib olganimiz yaxshi. Sababi sizlar buyurtma berayotganda, zavodga buyurtma berayotganda 30% ni to'laysizlar. Qolgan 70% ni biz to'lab beramiz. Bizga ham tezroq zavoddan chiqib, tezroq pulimizni yechib olganimiz ancha qulay bo'ladi. Mashinasini sotib qo'yib, mashina tezroq zakaz qilib olib keltiraman degan akalar buyurtma bermanglar. Mana men o'zim aytayapman. Mashinasini sotib qo'yib, devorga nimani ilib qo'yib, kalendarni o'yib o'tiradigan akalar buyurtma bermanglar. Srok juda ham katta beryapti. Sasten, ya'ni avtosalon 6 oy, 7 oy srok beryapti. Bizlarni xitoyliklar, o'sha meni xitoylarim 70% pulini tikayotganlar. Ular aytayaptiki, 2-3 oyda chiqarib beramiz deyapti. Va yo'l kirasi ham bor, 20-25 kun. Uni ham hisobga olasizlar. Balkim tezroq chiqar, balkim kechroq chiqar, Alloh bilguchi. Zavod tez soatda ishlab tursa, balkim 45 kunda, balkim 60, balkim 70 kunda chiqar, balkim 100 kunga cho'zilar. Xudo biladi. Orqa tarafi, mana bu menga yana yoqqan taraf, qarab turinglar mana. Bunda bosib tursanglar bor, 3 sekund bosib tursa, bunda nima bo'ladi? Orqaga yotadi va katta bagajga aylanadi. Hozir bunisi yotmayotgan, naryoqda o'tiribdi. Orqada Abduf Abagrev hammasi bor. Funksiyalari o'zimga juda ham yoqdi. Inshaalloh zakaz qilaman o'zimga. Faqat o'zim haydashim uchun emas, tirikchilik uchun. Tirikchilik uchun zakaz qilib, O'zbekiston hududiga olib borib sotaman inshaalloh. Duo qilib qo'yasizlar, ishlarimiz rivojini bersin. Alloh xayrli qilsin. Mana ko'ryapsizlarmi, juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan. Вообще hit bo'ldi, hit продажа bo'ldi bu avtomobil. Eng zo'ri shu gibrid varianti zo'r sotilyapti. Eng full pozitsiyasi. Mana ko'rishingiz mumkin, har xil pozitsiyalari bor. Pozitsiyalari, narxi buyurtma asosida qiziq bo'ladigan bo'lsa, menga aloqa qilinglar. 99lik 760 6606. O'zim xudo xolis Telegramdan aloqa chiqaman. Sal kechroq aloqa chiqsa ham bo'lmaysizlar, chunki bitta o'zimga qolib ketgan hamma ish. Ish ko'payib ketgan, bilasizlar. Xitoyda yuribman, safardaman. Kechirasizlar degan umiddaman. Tushunasizlar degan umiddaman. Mana yana bitta ko'rsataman. Zo'ra. Bitta shu lungu, ya'ni diskasi platniy bo'lyapti bu yerda. $880. Qolgan hamma narsasi shu full pozitsiyani ichiga kirib ketadi, pochka bo'lib. Nasib qilsin. Juda ham yoqdi menga. O'zimga bitta zakaz tushiraman tirikchilik uchun. Kimdir zakaz tushirmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Endi nima savollar bo'lsa, xudo xolisa, Telegramdan aloqaga chiqarasizlar. Hafta ba'zi har doimgidek sizlar uchun, xalq uchun xizmatda yuribmiz. Xitoyda hozir 2 ta zakaz tushiryapman. Alloh xayrli qilsin olgan akalarimizga. Ishonganingiz uchun katta rahmat. Ishonchlarni albatta oqlaymiz.